390. Mana qancha? 395 ming. Zo'rligini qarang. Nimaga 395 ming? Xitoydan kirgan, chunki lakrovniy kojniy modellari bor. Xitoyga mana korobkalarda kirib keladi-da, brendli har xil Ishlari ham modellardan. mex ekan-a? Ichlari ham mex. Qara, qani qishga bitta skidka. Qishga bitta skidka hech kim eshitmasin, sizga o'zga aytaman-da. 250 ming bo'ladimi? 199 ming so'm. Agar yana bitta gapirsang, 100 ming so'm qilib qo'yaman. 100 ming sotamizmi? Yo'q, mayli, 199 sotaveramiz, mayli. Sotsangiz Hurmatli obunachilar, mana shu turgan hamma sapochkalar 199 ming so'mdan bittalab obzor qilib berasan hozir. O'zi shundoq ham skidka qiladi. Kelganda tugab qoldi deyish bo'lmasin. Har doim shunaqa qilishadi, bor o'rtoqlar. Mazza qilib sotaman, zo'r tovar olib kirdim deganimda kelib, mana shunaqa qilinadi. Nima qilsam bo'ladi? Endi sizlarga obzor qilib beraman, modellarni qaranglar. Har xillardan olib kirib qo'yganmiz. Skromniy deysizlarmi, modelniy deysizlarmi, brendli deysizlarmi, xullas, vashi chotkilardan olib Takoy kirganmiz. akkurat ishlaydigan opalar uchun buni qaranglar, qanaqa takoylari bor ekan, lekin vashshe gap bo'lishi mumkin emas. Men hozir yana mana shuncha shopping qildik oyimlar bilan. Ferom Cosmeticsga keldik. Bilasizlar, har doim shu yerdan olib ketaman. Bular Optimga ham, Sarpaga ham juda chiroyli narx qilib berishadi. Agar meni nomim bilan kelsanglar, yana ham skidka qilib berishadi. Bonus podarkalar ham bo'ladi, ha? Futbolkalaridan. Hammasidan chiroyli qilib beradilar. Imomnaqa paketlarimizni qo'yamiz. Da, o'zlarining paketlariga. Keniyamlarni ham o'sha sarpalariga shotdan kelib olib ketganman. Originali, podoriginali, luks kopiyasi va past kачествоsi hammasini sizlarga ko'rsatib, o'zingizlarga tushuntirib, keyin xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa gap. Menga juda ko'p kosmetika chiqdi aytgancha maqtanib qo'ying. Juda ko'p kosmetikalar chiqdi, men aytdim, "Yo'q, ishlamayman" dedim. Reklama pulga beramiz desa ham aytdim, "Yo'q" dedim. Men o'zim kosmetika bilan ishlayman. Hamma narsa bor shu yerda. Hozircha topib berishyapti. O'shuning uchun boshqalar bilan ishlamayman. Shuni ham aytib qo'ying. Uzr.